Hozir men sizga shunaqangi bir 3 ta narsa o'rgataman. Nima ish qilishingizdan qat'iy nazar siz albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Birinchisi, nima ish qilishingizdan qat'iy nazar chin dildan, sidqi dildan qilish. Ya'ni qilayotgan ishingizni sevib, muhabbat bilan qilish. Har doim misol uchun meni juda katta natijaga olib chiqadi. Oddiy bitta taqdimot o'tsam ham, u taqdimot 100 kishilik bo'ladimi, 1000 kishilik bo'ladimi, 1 kishilik bo'ladimi, jon jahdim bilan butun mehrimni berib qilaman. Ikkinchisi, ya'ni muvaffaqiyatimning siri, men ko'pincha doim o'zim xohlamagan ishlarga majburlayman. Juda ko'pchilik o'ylaydiki, muvaffaqiyatli insonlarning qanaqadir formulasi bor, qanaqadir o'zini sekretlari bor deb o'ylaydi. Aslida butun dunyoni milliarderlarning hammasini olib qaraydigan bo'lsa, ular hammasi xohlamasa ham o'zini rayiga borib, ya'ni o'ziga qarshilik qilib, o'zini o'zi majburlagan. Qaysidir davlatga borib, haftalab oilamdan uzoqda yashashni xohlamayman yoki bo'lmasam regionma-region yurish xohlamayman yoki bo'lmasam soatlab kechasi soat 11-12 gacha onlayn trening o'tishni xohlamayman. Lekin shu qadamlarim, shu harakatlarim meni muvaffaqiyatga olib kelishini bilganim uchun men albatta nima qilaman? O'zim majburlayman. 3-chi muvaffaqiyat sekretimdan bittasi, har doim insonlarga yaxshilik qilishga harakat qilaman. Ko'plab insonlarning duosini olishga harakat qilaman. Ya'ni ishchi shunchaki o'zimning foydam, o'zim manfaatim yo'lida emas, insonlarga yordam bo'lsin. Hatto menga umuman foydasi tegmaydigan insonga qo'limdan kelsa yordamni berib ketganman. Agar kim tarmoqli marketingda yuksak cho'qqilarga chiqishni xohlasa, men 18 yillik tajribam bilan sizga o'z tajribalarim bilan bo'lishishga tayyorman. Meni kanalimga obuna bo'ling. Qisqa vaqtda inshaalloh muvaffaqiyatli liderlar qatorida bo'lishingiz aniq.